sog'lig'ingizni matematik formula bilan o'lchab ko'rsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Eslab qoling, 25. Bu sizning sog'lig'ingiz chegarasi. Men yoshni nazarda tutmayapman. Statistika shuni ko'rsatadiki, agar sizning ko'rsatkichingiz 25 dan oshsa, o'lim xavfi 30% ga oshadi, yurak yetishmovchiligi kasalliklari 280% ga oshadi, umurtqa va toson bo'g'imi muammolari 210% ga oshar ekan. Xo'sh, bu raqam qanday raqam? Avval tarixga to'xtalsak. 1850-yillarda belgiyalik sotsiolog olim Adolf Ketle ajoyib formula yaratadi. U inson tanasini matematik modelga solib, o'rtacha sog'lom odam ko'rsatkichini tuzadi va buni Ketle indeksi deb nomlab, bunda insonning vazni bilan bo'y orasidagi bog'liqlik matematik tarzda ifodalangan bo'ladi. Ammo o'sha paytdagi semiz olimlar uni tan olmaydi. Sababi ularning ko'rsatkichlari normadan yuqori chiqib ketadi. Albatta, bu ularga yoqmaydi va uni tan olishmaydi. Ushbu indeks e'tiborsiz qolib ketadi. Ammo katta zavod, fabrikalar shu indeksdan foydalanib, insonlarni ishga olishni boshlaydi va bu ish samaradorligini bir necha baravar oshirib, katta muvaffaqiyat olib keladi. Keyin askarlarni saralashda ushbu indeks keng qo'llay boshlanadi va bu ham katta samara bera boshlaydi. Va ba'zilar hattoki sog'lom turmush o'rtoq tanlashda ham bu indeksni qo'llay boshlaydi. Ketle o'z indeksini tibbiyotda bu darajada ommalashishi xayoliga ham kelmas edi va u vafot etgandan bir asr o'tib, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti sekin uni o'zlashtirib, tananing indeks massasi deb nomlaydi va shifokorlar uni keng qo'llay boshlaydi. Bu indeks sizda qancha ortiqcha vazn borligini ko'rsatishda xizmat qiladi. Formula juda oddiy. Tananing vazni bo'yning kvadratiga bo'linadi. Masalan, vazningiz 80 kg, bo'yingiz 1.75 metr. 1.75 ni 1.75 ga ko'paytirasiz, taxminan 3.06 bo'ladi. 80 ni 3.06 ga bo'lasiz, natija taxminan 26. Chiqqan sonni ushbu jadvalga solishtirasiz. Bu nimani anglatadi? Agar natija 18,5 dan past bo'lsa, sizda vazn yetishmovchiligi. 18,5 dan 25 gacha bo'lsa, norma. 25 dan 30 gacha bo'lsa, bu ortiqcha vazn. 30 dan yuqori bo'lsa, bu semizlik zonasi. Bu indeks mukammal emas, ammo bu katta signal. Ko'p odam o'zini kasal his qilmaydi. Yuraveradi, ishlaydi, kuladi, lekin tana ichida sekin urush ketayotgan bo'ladi. Formuladan foydalanib ko'ring. Agar sizda vazn ortiqcha bo'lsa, o'z ustingizda ishlash vaqti keldi degan. Bu signalni bee'tibor qoldirmang.